Pul topishda ota-onaning o'rni va ahamiyati. Bularning nima aloqasi bor deb o'ylaysiz? Lekin pul topishda to'g'ridan-to'g'ri ahamiyati bor. Onaga bo'lgan munosabatingiz sizning ichki holatingiz. Otaga bo'lgan munosabatingiz sizning biznesingizning rivojlanishi, pul kelishi, siz masshtabga chiqishingiz, ya'ni ommaga chiqishlaringiz, ya'ni проявленность deydi boshqachasiga, hayotda o'z o'rningizni topishi bu sizning otangizga bo'lgan munosabatingiz. Otangiz juda yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, hayot bo'lmasligi mumkin yoki sizni o'z vaqtida tashlab ketgan bo'lishi mumkin. Albatta sizda adovat, alam, armon qolgan bo'lishi mumkin va siz ichingizda alam bilan men hali otamga ko'rsatib qo'yaman, katta bo'lganimda bir tirsagini tishlasin, qanday bolani tashlab ketganini deb siz biznesga kirishingiz mumkin, pul topishingiz mumkin. Lekin vaqt o'tgan sari sizning resursingiz, energiyangiz hammasi bora-bora kamayadi. Chunki siz biznesni yoki pul topishni alamzada holatda boshlagansiz. Mana shunday holatda nima deyishim mumkin? Birgina so'z sizning shukronangiz onangizga va otangizga nisbatan. Chunki ular o'z hayotini o'tishdi. Ularning programmalari bo'lgan, ularning avlodidagi bo'lgan pulga munosabat o'zgacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizning hayotingiz, sizning taqdiringiz esa umuman boshqa. Biz ko'pincha ota-onamizning programmasi bilan yashaymiz, ularning hayoti bilan yashaymiz, ularning ko'zi bilan qaraymiz va pulga bo'lgan munosabatimiz ham ularning programmasi. Shuning uchun shu programmalardan chiqmoqchi bo'lsangiz, mening qabulimga yoziling va sizning ong ostidagi programmalaringizda ota-onangizni qay darajada sizga ta'sir qilayotganini bilishimiz mumkin va shu bilan biznesda va pul topishingizda yana ilk qadam, ya'ni kvant qadam tashlashni boshlaymiz.